Lekin haqiqatda gapirishlaringiz, tonlar o'xshab ketadi ba'zida. Shu boradiganlarni Madina Munavvaraga qaysi holatda borishlikni, kimning huzuriga borayotganlarini bilib borsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Murojaat bilan chiqishdiki, bemor gemodializda og'ir holatda, lekin safar qilish kerak. Lekin safar qilishni xohlayapti juda ham. Men borayotgan jamoaga hammalarga aytamanki, bir marta kelgan bo'lsalaring ham, 10 marta kelgan bo'lsalaring ham birinchi marta kelayotganda qangi kirib boraylik. Bu kishi nima dedilar? Birinchi aytgan gaplari shu bo'ldiki, siz Rasulullohni sog'indingizmi degan iborali chiroyli gapni aytdilar-da va Rasulullohning gumbazlarini shunday ko'rsatdilar. Aynan qaysi kasalligi bor, ya'ni bemorligi bor insonlarga safarga chiqishlikni tavsiya qilmaysiz. Eng qimmat sotgan tur paketingizda necha pul bo'lgan? Bitta odamga. Bitta odamga emas, bitta oilaga sotganmiz. 40 kishilik jamoa bo'lishgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Hojdada salomatmisiz? Alhamdulillah. Parvardigorga behisob shukr. Mana bugungi kunda bir ajoyib davrada o'tiribmiz. Bu suhbatlar bilan bir suhbatlashamiz degan maqsadda chiroyli davrada o'tiribmiz. Inshaalloh. Hojdada o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tsangiz. Meni ismim Mansurjon Marg'ilonlik. Alhamdulillah, ish faoliyatimiz, go'dakligimizdan shu hunarmand oilasida dunyoga kelganman. Kasb. Marg'ilon ahli demak hammalari ham bir hunar bilan bog'liq xonadonlar juda ko'p Marg'ilon xalqida. Ana shu kasb, etikdo'st, maqsaddo'st xonadonda dunyoga kelganmiz. Alhamdulillah, bir yaxshi insonlarni zurriyoti bo'lib dunyoga keldik. Qaysi travel agentligida ishlagansiz Hojdada? Kungacha. Bu juda men uchun hech nima deydi, esdan chiqmaydigan holat. 2022-yilning shu 25-dekabr kuni bir mahallamizda Said Rasulxon degan bir ukamiz bor edilar. Shu yigit Madina Munavvaradan telefon qilib qoldilar. Telefon qilib sizni so'rashyapti Madinada deb telefonni berishdi. Shunda men telefon oynasida Said Mansurxonni ko'rdim. Bu kishi nima dedilar? Birinchi aytgan gaplari shu bo'ldiki, siz Rasulullohni sog'indingizmi degan iborali chiroyli gapni aytdilar-da va Rasulullohning gumbazlarini shunday ko'rsatdilar. O joyda endi meni qalbimga ham, ko'zimga ham bir yosh keldi. Ana shu birinchi bizning mana bu Desentxonis, avval birinchi Desentxonis edi. Shu jamoaga Madinaga kelib xizmat qilishlikka shu ukamiz Said Mansurxon sabab bo'lganlar. Madina Munavvaraga Alloh taolo nasibamizni qo'shgan o'sha paytda. O'sha paytda nima vazifa bajargansiz Hojdada? O'sha paytda kelayotgan guruhlarni kutib olib, ularga bir janobimizning haqlarida bir chiroyli tushunchalar va Madina Munavvaradagi ziyoratgohlar, shu joylarga olib borib, Alloh taolo bildirgancha u yerda bir chiroylik bir nima deydi, odamlarga tushuncha bo'lsin deb tushunchalar berganmiz. Bu tushunchalar ham o'zidan o'zi bo'lmagan, izlanishlik bilan kitoblarni ko'rib, Janob Payg'ambar alayhisalomning tarixlari va Madina Munavvaraga kelib tashrif buyurishlari, u yerdagi bo'layotgan holatlar hammasini shu kitobdan olib xalqqa, ziyoratchilarga yetkazishlikka harakat qilganman. Davomli qilsin. Amin. Xo'p. Bu yerda yana bitta suhbatdosh ukamiz borlar, Bobirjon. Siz ham o'z haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Ismim Bobir Mirzo. Aytganingizdek, hozirgi kunda ya'ni doktor. Alhamdulillah, Alloh nasib. Ya'ni professiyasiz, yo'nalish doktorlik. Yo'nalishimiz doktorlik. Immuniy doktorlikning qaysi sohasi? Qaysi yo'nalish? Terapevt. Terapevt, mashallah. Hozirgi holatda alhamdulillah terapevt. Qanday kelganman? O'zi oilada shu doktorlar oilasida tug'ilganman, farmatsevtlar oilasida tug'ilganman desam ham bo'laveradi. O'sha o'ziga ma'lum litsey davrlarini tugatganimizdan keyin
tayyorlov kurslaridan keyin Alloh nasib qilgan shu Ukrainaga o'qishga davolash ishi bo'yicha. Ukrainada o'qigansiz. Ukrainada o'qiganman. Ha. 2020-yili bitirib kelib, bu yerda ish faoliyatini boshlaganman. Shu o'zimizning Marg'ilon shahrida poliklinikalardan birida. Va bu orada shu o'zingizni oldingi suhbatlaringizni men kuzatganman, qanaqa qilib hozirgi joyga kelib qoldim degan savolda. Menimcha har bir insonda yoshligidan orzu bo'ladiki, ya'ni musulmon insonda qanaqa shu ulug' joyga, ulug' safarlarga borish. Shu ham bizni ichimizdan tabiiy ravishda alhamdulillah o'tib yurardi. Alhamdulillah. O'zim haqimda ham qisqacha tanishtirib o'taman. Men ismim Said Mansurxon. Shu mana avvalda hojdadam aytganlaridek, mana ko'pchiligimizga ma'lum karantin davridan keyin yurtboshimiz tashabbuslari bilan turizmga alohida e'tibor berib, ancha keyinchiliklar ochilib, O'zbekistondan chetga chiqishlik ancha yengillashtirilib, bu yo'nalishda albatta biz musulmon bo'lganimizdan keyin musulmon insonni eng qiziqtirgan joy bu o'sha Rasulullohdir, ya'ni ravzalari, Madina Munavvara, Makka Mukarramaga borishlik bo'ladi. Muhabbati yana ham jo'shadi har bitta insonni. Shu tomonlarga, ya'ni Saudiyaga borishlik, umra amallarini bajarishlikka ancha keng imkoniyat yaratib berildi. Shu fursatdan foydalanib biz ham shu 2022-yilda turizm sohasiga qadam bosganmiz. İlk qadamimizni mana hojdadan aytmoqchi. Decent travel qilib, litsenziya olib, o'sha damlar 2022-yilda, keyin mana 2023-yilda 345-sonli qaror bilan Vazirlar Mahkamasini u bilan faoliyat davom ettirildi. Qo'ldan kelgancha shu kungacha xizmat qilindi. O'sha ruxsatnoma borlik paytda imkon boricha. Xo'p, hojdada sizga bitta savolimiz bor. Bu soha sizda, ya'ni o'sha travel, ya'ni turizm kompaniyasida ishlashlik nimasi bilan o'ziga jalb qilgan? İşte misol uchun qanday boshlagansiz? Shu haqida ham qisqacha. Bizni har bir qalbida iymoni bor bandani, payg'ambariga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'lgan bandani albatta Rasulullohning ravza-i muboraklari, ya'ni Madina Munavvaraga doim qalbi jo'shib turadi. Bizda ham Alloh taolo mana o'sha yuqorida aytganimizdek, mana o'zingiz sababchi bo'lib olib bordingiz. Ana shu Madinadagi odamlarga, kelayotgan mehmonlarga bir chiroyli, yuqorida aytganimizdek xizmat qilishlik. Bunday sharaf Alloh taolo bir qanaqa deydi, Madina Munavvarada ham juda yurishlik og'ir. Alloh hammaga ham bunchalik davr, mana 2-2,5 yildan beri o'sha yerda yurgan bo'lsak, u yerda yurishlik og'ir. Bitta xato qilsangiz, o'sha zahoti Madinadan ham, Makkadan ham chiqib ketib qolasiz. Yo bir o'zingizni yolg'on gapingiz bilan yoki o'zingizni noto'g'ri harakatingiz bilan bir harakat qiladigan bo'lsangiz, Madinadan chiqib ketib qolasiz. Endi u yerdagi ish faoliyatlarimiz, mehmonlarni kutib olib, ularga bir chiroyli, shirin muomala qilib, ularni ko'ngliga olib, ularning ibodatlariga baholi qudrat Alloh bizlarga nimani bildirgan bo'lsa, shuni yetkazishga harakat qilamiz. Alloh salomat qilsin. Boburjon, shu savol sizga ham beriladi. Bu ya'ni turizm sohasiga kirib, aynan shu yo'nalishda faoliyat yuritib, shu xizmat qilishlikka siz nima jalb qilgan? Yuqorida aytib o'tilgandek, avvalambor bizning yo'nalishimiz insonlarga bir foyda, manfaat keltirish. Ya'ni kellardi Alloh rizosi uchun. Endi agar bu manfaat ulug' joylarda bo'lsa, yana ham yaxshi. Avvalo bu o'ziga jalb qilgan narsa bu. Ya'ni shu narsa bo'lgan. Ya'ni o'zingiz sohangiz bo'yicha, doktorlik sohasi bo'yicha, ya'ni hojilarda xizmatida bo'lish. Muborak joylarda odamlarning hojatini chiqarishlik. Juda yaxshi. Alhamdulillah. Hojdada mana shu faoliyat davomida eng qiziqarli bir
savollar bo'ladimi ziyoratchilar tomonidan yo bir shunaqa voqealar bo'lganmi? Voqealar har xil holatlar bo'ladi, qiziq holatlar bo'ladi. Agar imkon bo'lsa birortasini birortasi bilan bo'lishsangiz shu holatda. Bizni bir qiziq holatlardan ko'pchiliklar shunga guvoh bo'lgan qiziq holatlardan avvalo bizni o'sha arab tilini asl mukammal bilmasligimiz. Endi ozmoz Alloh qodir qilgancha bilamiz. Shu jamoani Masjidil Qubodagi Janob payg'ambar alayhissalomning o'sha uzuklari tushib ketgan quduqni oldiga olib kelsam, ancha o'zga din vakil, o'zga millatlar, qozoq, har xil nimalar turishibdi. Indoneziyaliklar ham bor. Shu yerda gapirib turib, qayerdan bo'ldiki, bir ajoyib holat bo'ldi. Shu ruscha gapirib yordimda. Shu bir ajoyib kulgili holat bo'lgan. Hozirgacha jamoatimiz shuni eslab kulishadi. Sizda shunaqa holat bo'lgan Bobirjon? Holatlar bo'lib turadi. Ko'p. Lekin hali shoshganda hozir esga kelmayapti. Suhbat davomida inshaalloh esimga kelib qolsa aytaman. Hojida nima deb o'ylaysiz? Mijozlar o'sha ya'ni ziyoratchilar, o'sha umuman turistik nima deydi, safar qilmoqchi bo'lgan deydimi, boshqa davlatga, chetga chiqmoqchi bo'lgan odamlarda qanday, misol uchun nimalarga e'tibor berishligi, nima deb o'ylaysiz? Safarga chiqayotgan odam birinchi o'rinda nimalarga e'tibor berish kerak? Siz o'zingiz mana yo'nalishingiz bo'yicha nima deb o'ylaysiz shunga? Meni o'zimni bir fikrim, tushuncham bo'yicha qaysi davlatdan bo'lsa ham, O'zbekistondan bo'ladimi, bo'lak joydan bo'ladimi, qaysi, balki Turkiyagadir, balki Madinagadir, balki o'zga yurtlargadir borayotgan odamlar avvalo o'sha joyga tarixini ozgina bo'lsa ham bilish kerak. Nimaga boryapti, nima qilmoqchi o'sha yerda, nimani tomosha qilmoqchi. Biz endi ko'proq Madina Munavvarada, Makka Munavvarada xizmat qilganligimiz uchun shu boradiganlarni Madina Munavvaraga qaysi holatda borishlikni, kimning huzuriga borayotganlarini bilib borsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki u yerda ikki olam sarvari hayotan nabiy rahmatan lil alamin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yotibdilar. U kishiga bo'lgan muhabbat bilan borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz Bobirjon o'zingizni sohada yo'nalishingiz bo'yicha, ya'ni safar qilmoqchi bo'lgan odamlarga, chetga chiqmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqangi tavsiyalar berasiz, nimalarga e'tibor berishlarini so'rab qolardingiz? Sog'liq nuqtai nazaridan mana hozir yuqorida Hojdada aytganlaridek ruhni tayyorlash, mana ulug' safar bo'ladimi, boshqa qanchalik muhim bo'lsa, jismonan ham tibbiyot nuqtai nazaridan juda muhim. Ya'ni sog'lom turmush tarziga qattiq e'tibor berish, to'g'ri ovqatlanish, bu nimaga kerak? Borgan yerda o'sha tamoyiliga, ya'ni holatlariga integratsiya deydi, moslashib keta olish qobiliyatini oson bo'lishi uchun shu jismoniy holatga e'tibor berishlarini juda xohlab, ayniqsa mana hozir bizni praktikamizda ko'p ko'rinadigan holat yosh kattalar bilan ko'proq kuzatiladi. Ko'pincha holatda nimagadirki yolg'iz borib qolishadi va ularni ikkilamchi xronический deydi, kasalliklari bor. Be'tiborlik bilan borib qolingan holatlar, ya'ni doimiy ichib yuradigan dorilari bo'ladi, qo'llaniladigan dorilari bo'ladi, olishmagan holatlar bo'ladi. Bu tabiiy ravishda qiyinchiliklar olib keladi. Mana shu holatlarga e'tibor berishsa juda ham yaxshi bo'lardi. Men o'zimdan kelib chiqmasam, Hojdada Bobirjon, bir qaysi davlatga safar qilmoqchi bo'lsam, avvalambor o'zim bir oldimdan savol beraman. Ya'ni o'sha davlatga borishligim, o'sha yerga safar qilishligim qanchalik men uchun o'rinli. U pul jihatdan, mablag' jihatdan bo'lishi mumkin, har tomonlama. Agar o'sha joydan men foyda olishlikni ko'zim yetib, shunga bir xulosa chiqarsam, keyin o'sha davlatga safar qilishlikni amalga oshiraman. Ungacha mana misol uchun hozir shu kungacha bir qancha davlatlarda bo'lgan bo'lsak, imkon boricha borgan joyimizda foyda olishlikka harakat qildik. U tajriba tomonlama, ham dunyoviy, ham diniy
har tomonlama endi bir bizda naql bor-ku, safar qilingizlar, degan targ'ibot ham bor, ya'niki bir yaxshi xulosa, bir fikrlaring kengayadi, dunyo qarashlaring o'zgaradi degan shunaqangi terminlar bor. Shu tomonda olib, mana o'zim ham xolis bir o'sha tinglovchilarimizga, ya'ni bizni kuzatuvchilarga tavsiyamiz, ya'ni borayotgan, ya'ni tanlagan davlatimizni biz uchun hayotimizda keyinchalik qanchalik o'sha yerga borib kelgandan keyin taassurotlari qanchalik ta'sir qilishligi. Ya'niki hozir mana turizmga juda ham zo'r imkoniyat, juda ham zo'r yo'llar, kengchiliklar ochilib ketdi. Mana yaqinda mana eshityapmiz, Xitoy davlati ham O'zbekiston fuqarolarini vizasiz qabul qilishni boshlar ekan, ya'ni iyun oyidan. Bu ham bir katta imkoniyat. Xitoyda juda biznes qilaman, tijorat qilaman yoki u turizm sohasi bo'ladimi? Juda ham bir keng, juda ham bir, mana endi hali o'zim borib ko'rmaganman, inshaalloh boramiz. Imkoniyat darajasi bizdan ko'ra ancha oldinda, yaxshi bir sayohat qilishlik uchun yaxshi davlat deb bilaman. Undan tashqari mana Vyetnam, Tailand, juda ko'p davlatlarga vizasiz qatnovlar, ya'ni mana Koreyaga, mana kecha men internetda o'qib qoldim, Koreyaga ham Seuldan primoy reyslar Toshkentga qo'yilgan. Bu ham bir turizmga ochilgan yo'nalish, ularni kelishligi oson bo'ladi, bizni kelishligimiz, borishligimiz oson bo'ladi. Mana o'tgan yili 2024-yilda Saudiya hukumatining ham fuqarolarini O'zbekiston vizasiz rejimda qabul qilishni boshlagan. Shuni singari demoqchi bo'lganimki, inson sayohat qilmoqchi bo'lsa, borayotgan davlatini o'sha hojjadam aytganlaridek avvalo tarixini bilib, u yerga nima uchun boriladi, o'zi qayerlarga boriladi, ularda bir andaza olishlikka bizni ehtiyojimiz bor davlatlarni borib bir ko'rilsa, bu maqsadga muvofiq ham sarflagan pulingiz ham o'rniga ketadi deb o'ylayman-da. Aslida olganda aytganingizda sayohat qilish sog'liq uchun ham foydali. Albatta, xuddi shunday. Janob payg'ambar alayhissalomdan juda go'zal bir hadis bor. Safar qiling, sog'lom bo'lasizlar. Safar qiling, rizqingiz kengayadi deganlar. Maşallah. Xo'p, men shaxsiy savol beraman oldida. Mayli. Siz uchun eng sevimli davlat yoki shahar qaysi? Endi hamma mo'min musulmonlarni eng yaxshi ko'rgan shahri, yer yuzida eng go'zal shahar albatta Madina Munawvara. Makka Mukarrama. Madina Munawvarada mana qiyomat tongini kutib Janobimiz yotibdilar. U yerda qancha sahobalar yotishibdi. Janobimizning yonlarida Abu Bakr Siddiq yotibdilar. Kishining yonlarida Hazrati Umar yotibdilar. Qancha dinimizni shunaqangi bugungi kungacha rivojlanib chiroyli bo'lib kelishligiga sababchi bo'lib o'tib ketgan qancha shahidlar Madina Munawvarada yotishibdi. Albatta Madinaga tortaveradi. Sog'inch ko'proq Madinaga bo'ladi. Boburjon, sizga ham shu savol. Alhamdulillah. Sulaymon alayhissalom biz bilamizki, mana tarixda hayvonlar tilidan gaplashganlar. Bir kun Burgut chaqiribdilarda oldiga. Men dam olishga chiqishni xohlayman. Menga dunyodagi eng go'zal joyni top. Shu yerga borib dam olaman. Bir muddat o'tgandan keyin hali Burgut qaytib ketdi-da. Topdim shunaqa dunyoda eng go'zal joyni. Tayyorgarlikni qilib safarga chiqishibdi. Yurib bir muddat yurishgandan keyin bir joyga kelishibdi. Bir botqoqlik, hatto ozgina suv bor. Xullas hali dam olishga yaroqli joy emas, go'zal joy emas. Ya'ni qayerga olib kelding meni? Mana men sizni dunyodagi eng go'zal joyga olib keldim. Qani bu yerda nimasi go'zal? Burgut aytadi. Men bu yerda tug'ilganman. Shuning uchun men uchun dunyodagi eng go'zal joy shu yer. Ya'ni alhamdulillah tabiiy ravishda Madina Munawvarani hammamiz yaxshi ko'ramiz. Lekin inson kindik qoni to'kilgan joy borki, u uchun eng go'zal joy, eng go'zal shahar baribir shu bo'lib qolar ekanda. Xuddi shu fikrni men ham aytmoqchi edim, urib qo'ydingiz to'chkasiga.
Chunki albatta Bobirjon, men qayerga bormaylik, mana shuncha davlatda bo'lgan bo'lsak, ma'lum miqdor atda qolganmiz, ishlaganmiz, faoliyat yuritganmiz bu yerlarda. Mana Rossiya, Dubay, Turkiya, har xil davlatlarda ko'ryapmiz. Mana Madina, Makka shaharlariga ham bordik. U yerlarda fayzi, u yerlarda barakasi o'zi bor. Gap so'z yo'q. Shak shubhasiz. Lekin baribir o'sha sizga gapingizga 100% qo'shilaman. Ona vatan degan narsa kindik qoni to'kilgan joy baribir boshqa bo'lar ekan. Qayerda bo'lsangiz ham baribir hojdada sog'inar ekansiz, o'sha yerga talpinar ekansiz. Meni ham hayotimda xuddi shu narsa bo'lgan. Ko'p joylarda bo'lganimiz. Baribir vatan sog'inchi, ota-ona baribir shu yerda, ahlis, boshqa har tomonlama baribir vatan tortar ekanda. Har Zahiriddin Muhammad Bobur ham bejiz aytmagan ekan, o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Mashallah. Xo'p, yana bir shaxsiy savollardan, agar bugun xohlagan joyga bepul borish imkoni bo'lsa, qayerga borardingiz? Ya'ni shunday imkoniyat bo'lyaptiki, dunyoda xohlagan joyiga borgin, bepul jo'natamiz degan imkoniyat berilsa, qayerga borgan bo'lardingiz? Bobur Mirzo. Bobur Mirzo. Estafeta mandami? Alhamdulillah tabiiy ravishda Makka Madina deymiz. Lekin bilmayman, Alloh erkalatib qo'yibdimiki, bu imkoniyat bizda bor. Alloh berib turibdi. Yoshligimdan o'zim sayohat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa orzuyim borki, nasib bo'lsa shu Yevropani avtotur, ya'ni o'sha Shveysariyadan tortib hammani qanaqada aylanib chiqish, ya'ni men bilmayman, hozirgi holatdan kelib chiqib shuni tanlagan bo'lardim menimcha. Hojdada bir ziyoratchilarimiz mana xizmat safari davomida biz ham ko'p eshitganmiz. Sizni ko'proq mana marhum shayx ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga o'xshatishadi. Shunga siz o'zingiz nima deysiz, nima fikr bildirasiz? Yoki agar bir o'zingizda ham shu narsani iste'dodda bilsangiz, bir qaysi ko'rinishlarni bizga bir ko'rsatib namoyon qilib berasizmi, imkon bo'lsa? Ko'rsatish imkoni bo'lsa agar. Biz u zotga o'zimizni o'xshatib o'ralmaymiz. Alloh rahmat qilsin, ustozimizdilar. O'zbekistonda yursak ham, o'sha Makkada, Madinada yursak ham, kim ko'rsa albatta janobi o'sha ustozimizni o'xshashlikka yaqin qilishadi. Endi shunday zotlarga o'xshaganimizga shukr qilamiz. Bu nima deydi, ilmiy tomondan afsus, lekin o'xsholmadik. O'zimizni shu zotga bir shogird, bir farzand deb hisob qilamiz. Lekin haqiqatda gapirishlaringiz, tonlar o'xshab ketadi ba'zida. Yuz ko'rinishlaringiz, ovoz sovut deydimi, nima deydi? Mana shu tomondan ham biz ham o'zimizni ham o'xshatib olamiz. Ba'zi bir videolarda chiqib qolgan paytlaringiz, shayx hazratlarining qaysi nimalari, sifatlari, ya'ni ko'rinishlari hojdadanda bor deb xulosa qilganmiz ko'proq. Ko'p nasihatlarini olganmiz. Endi ustozni esladik. Alloh rahmatiga olsin. Bizga juda ko'p manfaatli kitoblar qoldirib ketdilar. Mani hayotimda Hazrat bilan hech bir esdan chiqmaydigan bir holat bo'lgan. Ramazon oyining ana shu 29-kechasi Hazrat har kuni bittadan masjidlarga yurardilar. Qo'yliq masjidida oxirgi o'sha kunga taklif qilishdi. Bir xonadonda iftorlik qildikda va hammamiz ana shu Qo'yliq masjidiga keldik. Endi biz o'sha mehrobni oldida namoz o'qib o'rganib qolganmiz. Orqada o'qimaganmiz. Ustozlar diyorlarida turganmiz.
endi oyoq bosgani kirgani hech ham bir joy yo'q. Endi bilmayman bu nimaga bunaqa holat bo'lyapti. Shu mehrobni yonida o'qishlikdan maqsad bo'lmayapti. Shunda Hazrat o'sha imom xonasida ekanlar, oldilariga kirdik, bir piyoladan choy ichaylik dedilar. Keyin masjidga kiramiz dedilar. Xo'p. Bir piyoladan choy ichdik, qani yuramiz, yurdikda masjidning orqa tarafidan ketyapmiz. Orqa tarafdan ketib, mehrobdagi eshikdan Hazrat kirdilar. Orqalaridan men kirdim, qo'limda shunday tortib yonlariga oldilar. Maşallah. Ana shu yerda meni yuragimda bir narsa bo'ldiki, Alloh taoloning bitta ahli ilmiga, bir ustozga ergashib, shu darajada mehrobni oldiga olib kelib qo'ydi Alloh taolo. Demak, biz qiyomat kuni kimning orqasidan ergashyapmiz? Rasulullohning orqalaridan ergashyapmiz. Inshaalloh hammamiz birgalikda jannatga kiramiz degan umiddaman. İnşallah. Inshaalloh. Hazratim bilan shunaqangi bir holat, endi ko'p birga suhbatlarda o'tirganmiz, bo'lgan, ammo lekin shu holat hech esimdan chiqmaydi. Maşallah. Alloh rahmat qilsin ustozimizga. Amin. Sayohatchilar uchun eng 3 ta muhim tavsiyalardan. Meni fikrimcha, birinchi borilayotgan joyda o'rganish kerak. Ikkinchisi tayyorgarlik. Uchinchisi pul. Ya'ni mablag'. Qayerga bo'lsa ham ziyoratga ho Turkiyaga bo'lsin, ho Vyetnamga bo'lsin, ho Yevropa tarafga bo'lsin, qayerga borsa ham avvalo sog'lom bo'lsin. Sog'lom turgan holatda borsin. Bemor bo'lgan holatda ko'proq mana Madinada ko'rib qolamiz, borgandan keyin qiynalishadi. Yoshligimizda kelsak bo'lar ekan deyshadi. Shu sog'lom bo'lib holatlarini bir oz o'zlarini bemorliklari bo'lsa, shunga bir ozgina davolanib olsalar, bu yaxshi bo'ladi. Ikkinchi tomoni bir hamroh bilan borsalar, yana yaxshi bo'ladi. Uchinchisi albatta endi mablag'ga borib qadaladi. Yolg'iz sayohat qilgan yaxshimi yoki guruh bilan, ya'ni jamoaviy sayohat yaxshimi, nima deysiz hozirda? Endi bir tojikcha bir maqol bor. Ulpati chor, andamaza bor deydi. Bir yolg'izlik faqat Allohga xos. Endi 4 ta. Ya'ni yolg'iz deganda bu qaysi ma'noda? Ya'ni ba'zi bir odamlar jamoada har xil insonlar bo'ladi, kelishmovchilik bo'lishi mumkin deb o'zini jamoadan ozgina tortadi. Shu narsaga e'tibor bergan yaxshimi yoki jamoaviy bo'lib turib, mana shu holat bo'lsa ham, ya'ni kelishmovchilik bo'lsa ham bir-biri bilan chiqishib, kechirimli bo'lib jamoaviy sayohat qilgani yaxshimi? Jamoat bilan bo'lgani yaxshi. Afzal, Afzal, baraka bo'ladi. Hatto misol jamoat bilan bo'lganda bilmagan narsalarni o'rganadi. Misol u odamdan bitta narsa chiqadi, ikkinchi odamdan yana bitta fikr chiqadi. Shu jamoadan bir 50 ta odam bo'lsa 50 ta fikr chiqadi. U o'zi yolg'iz yolsa hech nima bo'lmaydi unda. Tushuncha hosil bo'lmaydi. Lekin mana bizni tajribamiz, ya'ni faoliyatimiz davomida shunaqangi sotuvlar bo'lgan, tur paketlar sotganmiz. Ya'ni bir kishiga misol uchun $4000 paket hisoblab bersangiz, uni misol uchun 2 kishi 3 kishiga taqsimot qilinsa, ya'ni arzonroq tushadi. Lekin shu holatda ham, ya'ni o'sha bir kishi o'zi tanlab o'zi uchgan paytlar, ya'ni shunaqa tur paketlar olgan paytlar bo'lgan. Ya'ni bu nimada, lekin afzali o'zi, meni ham fikrim o'zi aslida, Boburjon o'zidan fikrlarini bildiradilar. Meni ham shu qisman sizni fikringizga qo'shilaman. Ya'ni ki jamoaviy bo'lgani, ya'ni tanish orttirasa, do'st, tanish bilish, har tomonlama bir hamsuhbat, ham fikr, ya'ni bizda o'zbeklarda naql bor, bitta kalla yaxshi, bitta kalladan ikkita kalla yaxshi deyishadi.
Bu ham bir qaysidir safar davomida hamrohingiz, ya'ni safardoshingizdan qaysidir nimalarnidir olishingiz mumkin. Yaxshi xislatlari bo'ladi sizdan ham. Unga bir foyda tegishi mumkin, undan sizga foyda tegishi mumkin. Ham fikriy, ham u faqat bu narsa borib mablag'ga taqalmaydi. Har tomonlama fikriy misol uchun yaxshi inson o'zimizdan yaxshi inson bo'lishi mumkin. Shu tomonlama meni ham fikrim shu jamoaviy borgan guruh bo'lib borgan menimcha afzal. Boburjon, siz nima deysiz bunga? Shu fikrga qo'shimcha sinash uchun ham juda yaxshi fursatda. Do'stimi, birodarimi, yo tanishimi, safar qilib ko'rgin. Do'stingni bilasan kimligini, yo pul bilan muomala qilib ko'rgin. Shunaqa aql bor, bir insonni to'g'ri birga safar qilmaguncha, birga pul muomalasida bo'lmaguncha kimligini bilib bo'lmaydi degan ham yoqangi ulug'lar tavsiyasi bor. Haqsiz, to'g'ri. Lekin mana shu holatiga qayerga safar qilishiga ham bog'liq menimcha. Ya'ni jamoa bilanmi, yolg'izmi? Meni shaxsan o'zimni ko'p sayohatlarim yolg'iz bo'lgan. Shu paytgacha bundan bag'aga balki inshaalloh bunaqa bo'lar. Inshaalloh mana Yevropaga sayohat qilishda nima qilibsiz-ku? Bizning ham maqsadimiz, rejalarimizda bor bu narsa. Yevropa davlatlariga sayohat qilishlik, u yerda bir ham nima deydi, iqtisodiy tomondan o'rganib, o'zimizda tatbiq qilib, nimanidir olib kelib va shu yerda rivojlantirib, bizni ham o'zimizni jonajon O'zbekiston, ya'ni vatanimizni, ya'ni shunaqangi bir iqtisodiy jihatdan yuksaklarga olib chiqishga hissamizni qo'shishlik inshaalloh. Inshaalloh. Alloh taolo o'sha o'ylagan yaxshi maqsadlaringizga yetkazsin. Hammamiz Biz ham o'shanda yoningizda bo'laylik, birgalashib. Bir Yevropalarni ham ko'raylik. Inshaalloh. Inshaalloh. Chunki inson tajriba, biz hali nima deydi? Yosh jihatdan ham sizlarga tajriba o'rgatgani yoki hojdada mana yoshingiz ancha bizdan ulug', o'zi aslida sizlardan tajriba o'rganishimiz kerak, lekin qisman hayotda hech bir ikki qadamini yashab o'tdik. Ko'ryapmiz har xil kunlar, har xil davlatlar, har xil insonlar, muomala, turli jabhalarda insonlar bilan kelishib yashashlik. Bu narsa insonni fikri, insonni dunyo qarashini bora-bora o'zgartiraverar ekan. Ya'ni avval misol uchun mana 20 yosh yoki 25 yoshimizda o'ylagan narsalarimiz hozir xato bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu hayotiy tajribaga ega bo'lib, hayot boshimizdan o'tkazib, hali gap bor-ku, tabib emas, boshdan o'tgan tabib degan gap ham bekorga emas ekanda, gapni ochig'i. Mana ko'p jabhalarda biz ba'zi bir narsalarni xato deb bilardik, lekin mana hayotiy tajriba biz u narsani to'g'riligini, ya'ni insonlar bilan tor doirada emas, kengroq doirada muomala qilishlikni o'rgatdi-da bizga shu narsani. Bizning faoliyatimiz asosiy hozir turistik yo'nalish bo'lgani uchun, turistik kompaniyamiz faoliyat olib borayotgani uchun biz ko'proq mana shu insonlarni ishimizga bu yon bosishmi yoki bu foydani ko'zlash deydimi, buni nima deydi? Ko'proq sayohatga chiqishni tavsiya qilamiz. Ya'ni bunda foyda bor insonlar uchun, hammamiz uchun o'zi aslida. Ya'ni safar qilingizlar, salomat bo'lasizlar deb mana yuqorida hojdada o'zingiz aytdingiz, tavsiya bo'lgan ekan. Shuning singari u xoh tijoriy safar bo'lsin, xoh sayohat safari bo'lsin, qanaqangi holatda bo'lsa ham insonlar imkon doirasida u Yevropa bo'lishi shart emas. Mana oddiy o'zimizning qo'shni davlatlar bor. Mana Qozog'iston, Qirg'iziston, ichki turizm, tashqi turizm degan narsalar bor, kirish turizm bor. Baribir chetdan o'sha qaysi davlatga borsa ham baribir kimdir tanish orttirasa, do'styor bo'ladi. Ularni chaqirishingiz mumkin bemalol O'zbekistonda. Mana qancha Samarqand, Buxoro, qancha o'zimiz tarixiy obyektlarni ziyorat qilishlik juda keng imkoniyat. Bularni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi keyinchalik hozirda. Maqsad shu turistik yo'nalishda
men shu firmani ochganimda eng birinchi maqsadlarimdan turistik yo'nalishda eng oldi kompaniyalardan bo'lishlik. Bu ichki turizm bo'ladimi, tashqi turizm bo'ladimi, kirish turizm bo'ladimi? Endi bunga qanchalik qadam qo'yalyapmiz? Hozir imkon doirasida harakat qilyapmiz. Lekin bu narsaning natijasi vaqt kelib ko'rinadi inshaalloh. Lekin turizm sohasida eng cho'qqi, eng yuksak marralarga egallashlik. Mana hozir biz turizm sohasiga kirganimizdan keyin yana mana kecha gaplashdik siz bilan, mana working travel degan yo'nalishlari, meditsina turizm bor ekan, ta'lim turizm bor ekan. Ularni biz o'rganish harakatini boshladik. Ya'ni imkoniyat borgan sari kengayib boraverar ekan bu turizm yo'nalishida. Hozirda mana 2023-2024 yillari xabaringiz bor. 345-sonli qaror bilan umra tadbirlarini tashkil qilishlik litsenziyalashtirildi. Shunda mana bizning kompaniya ham, Safo ziyorat turizm kompaniyasi ham shu litsenziyaga ega bo'lib, 1 yil davomida, ya'ni 668-sonli qaror, ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasini va diniy qo'mita qoshidagi shunaqangi bir yangi umra litsenziyasi joriy qilingunga qadar faoliyat olib keldik, olib bordik, alhamdulillah. Kimgadir deyishim noto'g'ri-yu, lekin juda ko'pchilikka foydamiz tegdi deb o'ylaymiz. Bu sohada xizmat qilishga harakat qildik. Xizmat qilib hamki eng yaxshi, eng sifatli xizmat qilishda yaratish harakatini qildik. Mana shu kelgusida mana bu qaysidir firmadan mana hozir yangi litsenziya joriy qilingan bo'lsa, kelgusi mana bormoqchi bo'lganlarga hozirda bir o'zingiz tavsiyangiz, aynan mana shu biz ishlagan umra sohasida nimalarga e'tibor berishlik kerak bormoqchi bo'lgan odam, shu haqda ham bir ozgina o'zingiz fikrlaringizni bildirsangiz. Borayotgan odamlar har bitta nima ish qilsa ham avvalo niyati pok bo'lishi kerak. Va o'sha boradigan joyiga bir nima deydi, muhabbat bilan borish kerak. Mana Farg'ona viloyatining Chimyon qishlog'ida bir Huvaydo degan shoir sifat bir zot o'tganlar. Shu kishining bir bayozlari bor. Muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsizdan qoch Huvaydo deganlar. Ana shu qayerga borsa ham shu yerga borib bir mazza qilib kelaman deb yaxshi niyat qilib borsa, albatta uning nima deydi, qiziqishi, istalgan narsasiga ham yetadi. Borishlikda nima deydi, bir kamtarona bo'lib borish kerak-da. Men borayotgan jamoaga, hammalarga aytamanki, bir marta kelgan bo'lsalaring ham, 10 marta kelgan bo'lsalaring ham, birinchi marta kelayotganda qangi kirib boraylik. Ana shu mana bundan keyingi rejalarimiz, maqsadlarimiz juda ko'p. Shaxsan meni o'zim maqsadim endi mana bu yangi mavsumda inshaalloh bir boradigan mehmonlarga bir yanada go'zal, bir keng tushunchalar berishlik va ularga bir chiroyli xizmat qilishlikka umid qilib turibman inshaalloh. Alloh muvaffaq qilsin. Endi hozir turizm borasida o'zingiz aytdingiz, mana O'zbekistonimizda ham janob prezidentimizning ham tashabbuslari turizmni rivojlantirish. Endi shu men ham o'zimga bitta nimaki, sizga bitta savolimki, mana hozir tashqi mana arab mamlakatlari ham bizni O'zbekistonni shunaqangi barhavo joylariga kelib, olib kelinsa ularni ham bir tomosha qildirsak, bir nima deydi, O'zbekistonga kelayotgan nimaga bir hissamiz qo'shilgan bo'larmidi? Yoki mana ular yaxshi taniydigan Imom Buxoriy, o'shalarda tashkillansa yaxshi fikr. Yana ham zo'r bo'lardi. Maqsad qilib qo'yganmiz oldimizga inshaalloh. Bu narsani harakatini ham boshlaganmiz. Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha bir qancha mutaxassislarni, ya'ni har narsa kadrga olib taqalar ekanda. Endi ularni olib kelganingizdan keyin avvalambor o'sha mana Saudiyadan bo'ladi, Malayziyadan bo'ladi, qayerdan kelsa ham
o'sha millatni ya'ni tilini yaxshi bilgan bir gid bizni nimamizda yo'l boshlovchi. Hamma narsa borib kadrlarga taqaladi. Inshaalloh buni harakatlamiz. Aytganidek, rivojlantirish kerak. Buni ichki turizmda ham albatta buni yo'lga qo'yamiz. Chiroyli bo'ladi. Buni o'tgan yili bu narsani mana o'sha bir qancha davlatlarga vizasiz kirib chiqishliklar joriy qilinganda bu narsa maqsad paydo bo'lgan. Demak, beriladigan tavsiyalardan tinglovchilarga bo'ladimi boshqa? Asosiysi nima? Til o'rganish kerak ekanda. Ha, yana bir o'sha safar qilmoqchi bo'lganlarda e'tibor beradigan jihati o'sha til bilishlik. Har tomonlama til bilgan baribir qayerda bo'lsa ham yo'li oson, ishi tekis bo'ladi-da. Biz o'zimizdan mana vaqt kelganda ko'p davlatlarga chiqqanmiz, qiynalganmiz, til bilmaymiz. Endi hozir mana telefon chiqib hamma yo'q, mana переводчиga bitta yozasizda oson bo'lib qoldi, lekin nisbatan hozir mana Xitoyda har xil matolar ham chiqdi. Matoqda bo'lmaydi-yu, har xil apparatlar. Tarjima ruchkalari. Tarjima ruchkalari deydimi? Shunaqangi bir juda qulay ishlatishga juda qulay. Biz ya'ni o'zimiz o'zbekcha gapiramiz, ularga u shunday ovozli tarzda Xitoycha bo'lsa Xitoycha, arabcha bo'lsa arabcha, koreyscha bo'lsa koreyscha shunday tarjima qilib beryapti. Yani dunyoni xohlagan joyiga bitta ruchka orqali uchib borib bemalol fikringizni ham bildirib kelsa bo'ladi. Bildirsiz bo'lyapti hozir. Ya'ni imkoniyat borgan sari kengayapti. Bu imkoniyatdan endi to'g'ri foydalanishlik odamning o'zida qolar ekan-da. To'g'ri. Bizga Bobirjon, sizga savolimiz. Qaysi holatlarda, ya'ni safar qilmoqchi bo'lgan odamlarga tavsiya qilmaysiz safar qilishlikni? Men sog'liq nuqtai nazaridan agar bu savolga javob beradigan bo'lsam, sog'lig'i juda ham og'ir bo'lgan holat. Ya'ni o'z aslida yuqorida eslab o'tdik, safar qilish bu foyda. Foyda. Hamma tomonlama. Hozir bizni mana muhitimizni inobatga olgan holatda ob-havo bormi yo insonlar, men o'zim e'tibor berdimki, hamma asabiy. 7 yoshdan 70 yoshgacha deydi, hamma asabiy. Taygini negizini olib qaraydigan bo'lsa, asli bu yangilanmaslik, mana oddiy telefonimiz to'lib qolsa ham yo bir narsa qilsa ham obnovit qilamiz, ya'ni yangilaymiz yoki boshqa. Insonning yangilanishi, obnovleniyasi nima bilan bo'ladi? Mani safar bilan. Albatta, yangi joylarni ko'radi, yangi holatlarni ko'radi, yangi insonlar bilan tanishadi. Asli bu faqat foyda. Lekin shunaqangi holatlar borki, og'ir, bemor holatlar. Tabiiy ravishda ularga tavsiya qilinmaydi. Lekin uni bu yog'ida safar qilish faqat imkoniyat bo'lsa, safar qilish kerak. Albatta. Ya'ni dunyo ko'rish kerak. Dunyo ko'rish kerak. Fikr ochiladi. Yangilik. Umuman dunyo qarashi o'zgaradi. O'zgaradi. Yana hazilomuz bo'lib qolsa kerak. Kimga tavsiya qilinmaydi? Tabiiy ravishda puli yo'q insonga tavsiya qilinmaydi. To'g'ri, albatta. Haqiqatda odam bir safar qilsa, ana shu o'zi Janobimiz o'sha hadisda aytib qo'yganlar. Men Turkiyada bo'ldim. Bag'dagi o'shancha ketayotganingizni tashishingiz orqangizda turadi. Uni qilish kerak, bu ish qilaverirish kerak deb ketasiz. Ammo o'sha qayerga borsangiz ham qo'rib tushishingiz bilan bu yoqda tashishlar unutasiz. Bu dengizni ko'rasiz, chaqalaylarni ko'rasiz, yana bir narsalarni ko'rasiz. Bu Alloh taolo yaratgan bir mo'jizalarni ko'rib, hayolingiz chalg'iydi-da. O'sha nima deydi, sog'lom bo'lishlikka bir dastur bo'lar ekanda bu. Odam sekin harakatlarni ko'rib, kelganingizda ham tetik bo'lib kelar ekansiz. Mana shu Turkiya safarimda kelganingizda ish qilib yana qayta o'rlanib qolmaydimi? Yo'q, qaytarilmaydi. Sovg'a salomi ko'kkan olib kelsa qaytarilmaydi. Yaxshi life hack bo'ldi-da mana hozir. Aynan mana hozirgi savol yana davomi deb aytamiz. Aynan qaysi kasalligi bor, ya'ni bemorligi bor insonlarga safarga chiqishlikni tavsiya qilmaysiz? Aslida olganda bunday turdagi kasalligi bor insonlar nafaqat safarga chiqish,
o'zi bir bemor mana kasalxonadan tashqariga chiqishga ham imkoniyati yo'q aslida qolganda. Og'ir turdagi kasalliklar. Bularda ichiga mana gemodializ, hatto agar eslasangiz o'tgan yil o'zimizning praktikamizda ham bo'ldi. Murojaat bilan chiqishdiki, bemor gemodializda, og'ir holatda, lekin safar qilish kerak. Lekin safar qilishni xohlayapti juda ham. Safar qildira olmadik. Imkoni bo'lmadi, safar qildira olmadik chunki yerdan qimirlash. Ya'ni hayot uchun xavfli bo'ladi. Hayot uchun xavfli. Shu. Apparatdan uziladi. Bo'ldi, естественно, u hech qancha bir necha soat samolyotda yurib borish kerak, boshqa qilish kerak. Bu albatta noto'g'ri. Endi hammaning ham maqsadi bo'ladi safar qilishlik, safarga ulgurmadim yoki shuncha hayotimda yoshim bir joyga boribdi-yu, hali biror joyga safar qilmabman degan narsa bo'lib, o'sha oxiriga qolganda hech bo'lmasa safar qilib olay degan odamda ham ba'zi birlarda shunaqa bo'lar ekan-da. Bu tabiiy holat bu, to'g'ri tushunsa bo'ladi. To'g'ri. Lekin imkon doirasida mana imkon bo'lsa yoshlik paytda davlat ko'rish kerak ekan. Kuch-quvvat borligida. Shu kuch-quvvat borligida harakatdan to'xtamaslik insonni maqsadga eltib boraverar ekan-da. Ya'ni maqsad sari nima borishligiga shaxtam qadamlar bilan nima deyiladi biz o'zbekcha qilib sof qilib aytganda, ya'ni yugurib borishligiga bir maqsadiga yoki bir o'ylanmasdan, qo'rqmasdan qadam tashlashligiga yoshlik sabab bo'lar ekan-da. Yoshingiz bir joyga borib yoki bir nima bo'lgandan keyin mana hojada o'zingiz mana tajribangizdan sizdan bu narsani savolga javob olsak bo'ladi. Qanday mana misol uchun hozirgi holatda mana ba'zi bir nimalarga biz javob bera olmaymiz. Tajriba jihatdan mana yoshlarga maslahatingiz nima deysiz? Hozirda shu yo'nalish bo'yicha umumiy yoshlar hozirgi mana biz qatori o'tayotgan ukalarimiz, akalarimiz nima tavsiyalar berardi hozirda? Hayotiy tajribadan olib kelib chiqqanda. Bu dunyo o'tkinchi. Hammamiz ham bu dunyoga kelguvchi va ketguvchi. Endi mana bu yoshlarga o'sha payg'ambar alayhissalom yuqorida aytgan hali hadisimga binoan kuch-quvvat borligida tashqarilarga chiqsa nafaqat bu sog'lom, balki u nima deydi, yurtimizga bir manfaatli bo'lgan birorta narsalarni o'rganib kelishadi. Yo'nalishlar, mana ishchi o'rinlar borasida. Mana o'sha biz yoshlik paytlarimizda shunaqa bo'lardiki, bitta korxonada ishlasangiz, bir yilda bir boshqa korxonaga, xuddi o'shanaqangi korxonaga sizni bir oyga ishlagani yuborardi. Nimaga? Yuborardi, hatta bir o'zgartirish, tajriba bo'lardi. Tajriba, albatta. Tajriba bo'lar. Bir narsani o'rganib kelardi. Bu eng go'zal narsa. Men yana bitta narsa, agar e'tibor bersalaring, mana Samarqand, Buxoro, ko'proq o'zimiz va yurtlarimizda ham ziyoratchilar atroflardan, mana Germaniyadan, Fransiyadan, Italiyadan shulardan kelyapti. Bir yoshlarini ko'rmaysiz. Bularni yoshlarini ko'rmaysiz, bari yosh kattalar. Bular bilan muloqot qilib qayerdan keldingsa shu yerdan deydi. Bular to o'sha nafaqaga chiqadigan davrgacha bular ishlab o'sha pulini to'plab, ana keksaygandan keyin bular tezda atrofga shu tomosha qilgani borar ekanda bular. Bir narsalar ko'rmadi, Samarqandni ko'rsa, "O" deydi bular. Chunki o'sha davrni eng mutafakkir inshootchilari bu qurganda buni. U paytda o'sha davlatlarda, ularning davlatida bo'lmagan bunaqa. Bo'lmagan, to'g'ri. Narsalar. Bizni o'sha nimalarimiz, muhandislarimiz deymizmi, juda bizni ilm darajasi yuqori bo'lgan. Biz shu yoshlarga, ya'ni hozirgi nima deysiz degan gapingizga, biz o'sha yuqori avlodni farzandi bizda. Biz ana shu yuqori avlodni qilgan ishlariga harakat qilib narsalar qilishimiz kerak. Yurtimizda ravnaqi, rivojlanishi, ko'p narsalarga yoshlar hozir imkoniyat borda. Sayohat bo'ladimi, qurilish borasida bo'ladimi, qanaqa holatda bo'lsa ham tashqaridan biror narsa o'rganib kelsa, menimcha juda chiroyli bo'ladi yoshlarımizga. Albatta. Hozir tajriba deganingizda esimga tushdi.
qilib o'tgan ishlarimizdan ham ozgina gapiraylik. Alhamdulillah. Hozir yuqorida esladik mana bu o'tgan yilgi og'ir holatda murojaat qilgan, yordam bera olmagan. Biz mana o'zingizni inisiativangiz bilan biz turizm kompaniyamizda imенно sog'liq sektorida ham sog'liqda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Qulayliklardan nimaga mana ziyoratchilarga borayotgan sayohatchilarga katta qulayliklar bo'lish maqsadida mana ayollar uchun alohida ayol doktor jamoamizda yoki mana erkaklar uchun ko'p o'zgarishlardan biri mana hozir ustida ish olib borayotganimiz shunaqangi og'ir turdagi bemorlarga ham yordam berish. Inshaalloh Alloh muvaffaq qilsin, harakat ustida ishlayapmiz. O'tgan yilda qilolmagan ishimizni mana kelasi yillarda hozir shuni ustida ishlayapmiz. Hojdada biz ham haligi rivojlantirishga harakat qilyapmiz aytganingizdek, chunki ko'rdik meditsina ham bir joyda turgani yo'q. O'sish bor joyda ravnaq topilar ekanda. Bir joydan bir foyda olib tursiz, narsaga e'tibor bermay qo'ysiz, ya'ni bir insonning biznesi ham o'zini farzandiga o'xshagan narsa ekanda. Unga e'tibor beradi, vlojeniya qilib turadi, vaqti-vaqtida sarf qiladi. Ana shu bilan parvarish bo'lib, sayqallanib bolalar ekanda. Shunga endi imkon doirasida biz ham harakat qilamiz, yana ham sifatli ochilish, yana ham turizm sohasiga yana ham kirib borib, yana ham bir bu xoh chet el fuqarolari bo'lsin, xoh o'zimizning yurtdoshlarimiz chetga chiqishlik, yordam berishlik, yana ham imkoniyatlarni kengaytirishga harakat qilamiz. Said Mansurxon aka, hozir o'zim uchun ham qiziqda, shuncha yurib savol bermagan ekanman. Hozir imkoniyat tug'ilib qoldi. Tur paketlar mana olingan bo'lsa necha pul? Yokida bo'lmasam eng qimmat sotgan tur paketingiz necha pul bo'lgan? Bitta odamga. Bitta odamga emas, bitta oilaga sotganmiz. 40 kishilik jamoa bo'lishgan. Hammalari birdaniga 40 ta oila bo'lgan. Shularga eng katta tur paket, eng qimmat paket sotganmiz. Necha pullik bo'lgan? Bu taqriban 40 ta odamniki bir 60 ming dollarga yaqin bo'lgan. Dollarda aytsa shunaqa 60 ming dollarga yaqin summa bo'lgan. Ular o'zlari komfort xohlab shunaqangi nimaga tayyorgarlik ko'rishgan. Har tomonlama qulaylikda, ya'ni katta oila bo'lgani uchun. Ya'ni ular boshida o'zi 40 ta bo'lmagan. O'zi aslida 10 kishilik bo'lgan. Ularda keyin qarindoshlari qo'shilib bizni tur paketi ma'qul kelib, shuna bo'lib katta jamoa shakllanib qolgan 40 kishilik. Keyin mana o'tgan yil 2024-yilda yo sentyabr yo oktyabr oylarida edi adashmasam. Bunda o'sha sinfdoshlar bo'lgan 22 kishi. Bular ham yaxshi paket olishgan, ya'ni yaxshi sotuv bo'lgan. Bizni hayratlantirgan to'g'risi, uni ichida chunki bizni e'tiborimiz tortgan narsa qurib yetgani bor edi, qurib yetmagani bor edi, lekin o'sha sinfdoshlar hammasi bir-birini paddeshga qilib, yo'q deb hammasi birgalikda borishgan. Shunaqa holatlar bo'lgan. Jamoa bo'lib. Endi bo'ladi yana 7 ta, 8 talik, 10 talik jamoalar bo'ladi, lekin eng yuqorisini so'raganingiz uchun eng yuqorisi shu. Tajribamiz davomida bo'lgan narsalardan. O'sha meni o'zim endi shaxsiy fikrim, bu 40 ta degan bu jamoa 40 kishi kichkina emas-da endi. Buni qo'ying, ular to'lagan pulini ham narxga qo'yaylik. Hattoki shunday holat bo'lganki, o'sha sotuvni qilgan qizimizni, sotuv operatorimizni birga olib ketishgan. Maşallah. Bizda ati ruxsat so'rab mendan. Shu qiz bizga yoqib qoldi, bizga hamroh bo'lsin deb birgalikda o'sha 80 kishilik jamoa bo'lgan, ikkita guruh bo'lingan, 40 kishidan. 40 kishi o'sha bitta o'zi oila, o'zi bitta jamoa bo'lgan, bitta guruh bo'lgan. Shunda biz o'sha sotuv operatorimizni qo'shib birga chiqarganmiz. Shunaqa jamoa bo'ldi. Operator ham yangi oilali bo'lgan ekanda. Harishda bir. O'sha hozirgi gapimiz bo'linib qoldi. O'sha 40 ta borgan odam shu travelni xizmati. U yerda o'zlari kimlardandirki so'rab kelishganda,
qaysinga borsak bo'ladi, qaysi jamoaga borsak bo'ladi, kim bilan borsak bo'ladi, ular so'rab shu xizmatlar chiroyli bo'lganligi uchun oldingizga kelishganda. Endi hozir aziz jamoalarimiz balki mana bu tasma orqali bizni ko'rishayotgandir. Ularni ham hammalarida birlarida chiroyli fikr bo'ladi, birlarida o'rtacha fikr bo'ladi, birlarida bir a'lo fikr bo'ladi. Umid qilamizki, shu bizning jamoamizga chiroyli fikrda bo'ladilar degan umiddamiz inshaalloh. Ularda keyinchalik biz tajribadan o'sha borib kelishgandan keyin ham ko'pchiliklarni tavsiya qilib jo'natgan holatlarni ham bilganmiz. Endi biz borib keldik shu kompaniyada, boringlar bemalol xizmatidan foydalaninglar deb tavsiya ham qilishgan. Shu orada Said Mansurxon aka yana savol menimcha kuzatuvchilarga ham qiziq. Bizni mana tur firmamizning afzalliklari nimada? Ko'p, O'zbekistonda ko'p juda ham. Mana ichki turizm, tashqi turizm deyapmiz va bu konkurent ko'p juda ham. Biz afzalliklarimiz nimada? Endi biz ko'p bilamiz jamoa ichida. Balki biz bilmagan holatlar. Endi afzalligini men sizga ochiqdan ochiq ayta olmayman, lekin bu narsani afzallik tomoni ko'proq endi bizning xizmatimizdan foydalangan odamlar biladi, lekin bizning maqsadimiz, endi hamma insonning ham maqsadi yaxshi bo'ladi, lekin bizning asosiy bu turizm yo'nalishida faoliyat olib borishligimizdan maqsadimiz eng sifatli, eng yaxshisi, eng zo'ri bo'lishlik. U asosiy maqsad oliy sifat. Ya'ni xalqimiz uchun xizmatni eng zo'rini ko'rsatishlik bizning oliy maqsadimiz. Boshqa firmalardan ko'ra, ya'ni foyda emas yoki bir boshqa manfaat emas. Eng oliy xizmatda, eng chiroyli xizmatda xalqimizga xizmat qilishlik. Shu o'rinda o'zimning fikrimni ham bildirib ketsam shu savolimga. O'tgan yili 2024-yilda men faoliyat boshlagan bo'lsam, birinchi borganda tabiiy ravishda euforiya bo'ladi, boshqa bo'ladi, xursandchilik. Lekin men jamoada doimiy ravishda inshaalloh mana qolishimga sabab bo'lgan narsalardan bittasi ham shu. Ya'ni ko'p holatlarda guvoh bo'lamizki, shikoyatlar tabiiy holat bo'ladi. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi albatta. Shikoyatlar, ya'ni aytilgan narsa bilan realnost bir-biriga to'g'ri kelmasligi. Lekin men guvoh bo'lgan narsa buni umuman aksi bo'lgan. Nimaga? Aytilayotgan narsalar afzali bilan bajarilgan. Bu xoh ishchi guruhga nisbatan bo'lsin, xoh ziyoratchilarga nisbatan bo'lsin. Hatto o'tgan yili o'sha bayram vaqti edi. Bayram vaqti edi. Sizlarsiz butun jamoa bilan shu bayramga tayyorgarlik ko'rganmizda. Makkada. O'zingiz boshchiligingizda xotirlasangiz. Hayit bayramiga. Hayit bayramga tonggacha kechasi uxlamasdan ertalabgacha kim sharishirgan, kim zalda yasatgan, kimdir toruz quvib, juda ajoyib qiziqarli bo'lgan, juda atmosfera. Lekin esda qolarli bo'lgan shu holat. Hali hech kim qilmagandi, hamma hayratda qolgan. Chunki o'sha restoranni bir tomoni shunday yopganmizda, o'sha paytda bir 200 ga yaqin o'sha yerda ziyoratchilarimiz bor edi. 200 dan ortiq ziyoratchilar bor edi. Shunday yopganmiz restoranni, mana shu tomonni bizga berasan deb alohida tayyorgarlik ko'rilgan bu tomonga. O'zimiz alohida sharlar ishirib, bu yerga bayram kayfiyati, odamlar o'sha hayit namozini o'qib chiqqandan keyin bir bayramona kayfiyat ko'rsin deb taomlarni ham hattoki buyurtma qilib restoranga bizga o'zi aslida ertaman osh bermas edi. Ertaman nonushtaga yengilroq taom berardi. Bizga osh qilib berasan deb turib, biz urfimizda shunaqa ertaman hayit namozini o'qib kelib osh yeyiladi degan maslahat berib, shu narsalarga bizga imkoniyat qilib berishgan. Juda chiroyli, esda qolarli holat bo'lgan. Hozirgacha videosini ko'rib xursand bo'laman. Chunki uning ichida bitta nima basda butun jamoa harakat qilgan bu yerda. Doktorlarimizdan tortib, guruh boshilar, boshqa ishchi guruhlar, hattoki restoranda o'zini xodimlari ham qiziqish bilan yordam berganda. Ajoyib bo'lgan.
ziyoratchilardan har bittasiga sovg'alar alohida. Yana eng qiziq jihati, ertasi kuni hayit Saudiyada hamma yo'q yopiladi. Nima o'sha holatda kolonkalar topib kelinganda, bayramona kayfiyat qilish uchun, bayram qilish uchun kolonkalar topib kelingan hattoki. Ajoyib, juda chiroyli holat bo'lgan. Juda go'zal bo'lgan. Shu holatlar va bunga o'xshash juda ham ko'p hozir esimizga kelmayotgan bo'lishi mumkin holatlar shaxsan menimcha Hoji dadani ham va boshqa firmamiz ishchi guruh a'zolarini ham qolib sidqi dildan ishlayotganiga, harakat qilayotganiga sabab ham shu deb o'ylayman. Shaxsan o'zimning fikrim. Aytilgani bilan bajarilayotgan holatlar Doimiy shunaqa bo'lsin. Ilohim. Hoji dada, mana guruh boshchilik vazifasida faoliyat, ya'ni ishlayapsiz. Shunda o'sha odamlarga beradigan tavsiya, ya'ni xatolari nimalardan iborat? Qayerlarda qo'pol xatolarga yo'l qo'yishadi? Ya'ni bu guruh boshi o'z vazifasini bilamiz, ko'pchilik bu yo'lboshchi degan ma'noda-da. Har sohada ham yo'lboshchi bizni mentaliyatimizda oldingi bizdan, ya'ni bizdan kattaroq inson, ya'ni bizdan tajribali inson sifatida hurmat qilinadi. Shu holatda odamlarga qanaqa tavsiya berasiz? Xatoliklar qayerda, nima, qanaqa muomala jihatdan xatolik bo'ladimi? U borgan mehmonlar albatta bizdan kamchilik topmaslik kerak. Endi hammamizda ham xatoyimiz bor. Endi borgan mehmonlar albatta birinchi bir ajoyib holatda borishadiki, o'sha 50 boshi degandan keyin bu 50 boshi bularda hamma yo'g'ini qilib beradi degan tushuncha bilan borishadi. Kerak bo'lsa qattiq ham gapirishadi, qo'pol ham gapirishadi, chiroyli muomala qilishmaydi borgan holatlarda. Mehmonxonalarda men bu xonada yotmayman, men unda yotaman, unaqa qilib, xullas kalom chiroyli muomala qilishmaydi. Qo'pol muomala qilishadi. Ammo lekin ertasiga haligi Alloh taolo Qur'ondagi oyatki, Allohga va uning rasuliga va sizlarga rahbar bo'lganga itoat qiling. Ana shu oyatga keyin o'zlari xo'p deb borishadi. Ammo birinchi kuni borgan kunlari hech bironta gapingiz yoqmaydi. Qo'pol muomalada bo'lishadi. Keyin ertasidan lekin qadrdon bo'lib ketishayotganda quchoqlashib, xayrlashib ketishadi. Ya'ni har holatda bo'lsa ham sabrli bo'lishlikka. Albatta, o'sha bor ekanlar sabr bilan doim hamma ishda ham sabr bilan bo'lish kerak. Bu safar degani o'zi aslida mashaqqatda. Albatta. Hech qaysi joyda o'zimizni uyimizdagi komfort his qilolmaymiz. O'zimizni yashab turgan uyimiz, joyimizdagi holat, ya'ni xotirjamchilik hech qaysi joyda bo'lmaydi. Shu narsani bir e'tibor berib, shu narsaga sabr qilishlik juda to'g'ri. Bobirjon, tavsiya tajribadan kelib chiqadi. Mana misol uchun tibbiy holatlarda sizga mana noo'rin talablar bo'ladi. Lekin insonning sog'lig'i joyida bo'lsa, hozirda sog'lig'i joyida bo'lsa, keyin boshqa narsalar tatiydi. Agar insonning sog'lig'ida birorta o'zgarish yoki o'zini yaxshi his qilmaslik bo'lsa, u ming go'zal joyga olib borib qo'yib, u yerda go'zalligi ham tatimaydi, boshqasi ham tatimaydi. Shuning uchun imkon qadar mana o'zingiz ham yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida shu narsani joriy qilganmiz. Endi bu holatdan insonlar to'g'ri xulosa chiqarishligi xohlab qolardik. Ya'ni u yerga borganda bu tibbiy xizmatning mas'uliyati, ya'ni tibbiy xizmatning asosiy vazifalaridan bittasi birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishlik. Lekin uni o'zi aslida bemor bo'lib boryapti-ku, bu yerda lechina qilishlikka bizda undan narsaga imkoniyatimiz ham, doiramiz ham torroq bo'ladi, vakolatimiz ham bo'lmaydi bu narsaga. Chunki u insonni biz kasallik tarixini bilmaymiz, o'zimizcha bir muolaja ham qila olmaymiz. Shu narsalarda insonlar to'g'ri tushunishlikni bir xohlab qolardik. Katta hozir bitta narsani eslash kerak bo'lib qoldi dedim. Jamoani Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga olib kelyapman. 50 ta odam. Shu yerda bir ayol yo'l yurganda bir bezda bo'lar ekanlar, bosim ko'tarilar ekan, ko'ngillari behol bo'lar ekan. Menga aytdilar, xo'jayinlar aytdilarki,
bu Makkada doktor bormi? Ha, bor. Ayting tayyor tursin, bu yotib qoladi, o'zini eplolmay qoladi degan gap bo'ldi-da. Endi men darrov telefon qildim, Boburjonga telefon qildim, Mohchehraga telefon qildim. Tayyor turinglar, bir ayolimiz juda bezovta bo'lyaptilar. U kelganimizdan keyin birinchi yordamga Boburjon tayyor bo'lib keldi. Endi o'sha kasal odam ham juda bilan injiq bo'lmaslik kerak. Erlari men senga ayol doktor so'raganman. Erkak so'raganim yo'q deb u juda o'zini ko'tarib turibdi-da. U holatda birinchi yordam kerak bu ayolga. Asosiy sog'liq Asosiysi. Boburjon nima qilishni bilmayaptilar bu holatda-da. Ana shu boradigan nimalar ham o'ylash kerak-da. Uyiga misol tez tibbiy chaqirsa, erkak kishi kelsa, ko'rsatadi-ku. Sog'liq uchun, ya'ni endi kerakda shuni ko'rish kerak. U Boburjon o'lchasalar shu bosimni o'lchaydilar, o'sha yerda kerakli muolajani qilardilar. Shuna holatlar ham kuzatildi mana. Boburjon o'zlari shuni ustida guvoh bo'lib turdilar. Endi o'zingiz fikringizni aytsangiz, mana shu xatolarni yoki bir Shularni hammasiga mana yuqorida aytib o'tgan narsani men aytmoqchiman. Bunga qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, ishchi guruh ham, xizmat ko'rsatayotgan guruh ham inson. Birinchi navbatda. Biz ham o'zimizga yarasha o'sha holat ehtiyojlar bo'ladi. Ya'ni belgilab berilgan aytganingizdek, rahbariyat firma tomonidan belgilab berilgan vaqtlar bor, majburiyatlar bor. Endi bundan chetga chiqmaslikning iloji yo'q, tabii. Lekin ko'pincha holatlarda bo'ladiki, umuman buni e'tiborga olinmaydi-da. Ziyoratchilar tomonidan yuqorida aytib o'tganingizdek, ya'ni 24 ga 7. 24 ga 7. Men pulini to'laganman. Qo'pol bo'ladi hozir, lekin bor narsa men pulini to'laganman, qarashga majbursan yoki boshqa 3-4 holatlar bo'ladi-da. Aytganlaridek qaytga borganlarni unutmasdan imkon qadar o'zlarini qo'lga olgan holatda biz vazifamiz maksimal darajada yordam berish. O'zi o'tga biz shuning uchun borganmiz. Albatta, shuning uchun qo'yilganmiz. Shu holatlarga agar e'tibor berilsa juda ham yaxshi bo'lardi. So'rab qolgan bo'lardik. Bugungi suhbatimiz umumiy mazmuni, ya'ni mana sizlar bilan suhbat qilishlikdan maqsadimiz o'zi aslida mana tajribadan kelib chiqib, xato kamchiliklarimiz bo'lsa, o'rtaga maslahat solib, mana bo'lgan voqealarda qaysidir ma'noda o'rtaga tashagan bo'ldik, maslahatlashgan bo'ldik, holatni o'rgangan bo'ldik. Bundan keyingi faoliyatimiz davomida bizdan xatoliklar o'tgan bo'lsa, shu narsalarni bartaraf qilishlik, tinglovchilarimiz tomonidan mana eshitilarning o'zlaring baho berasizlar. Kamchiliklar bo'lsa mana bemalol izohlarda yozib, o'z fikrlarini qoldirishlaring mumkin. Biz bu narsalarni o'rganib, keyingi faoliyatlarimizda qaytarmaslikka, ya'ni o'sha xatolarimizni qaytarmaslikka harakat qilamiz. Bu hozir hech qanaqangi hozirda o'zingizga ham aytdim, tayyorgarliksiz. Tabiiy chiqsin, chunki bir she'riyotlab olgandek bir narsani aytishdan foyda yo'q. Maqsad nima deydi? Maqsad bir narsani isloh qilishlik, yaxshilashlik bo'lgandan keyin bu narsani boricha tabiiycha ko'rsatishlik afzal deb o'ylayman. Ya'ni bu narsa hammaning ham fikrida xuddi shunaqa. Tinglovchilarimiz ham bu narsani juda yaxshi bilishadi. Biz haqimizda yana agar birorta bir savollar bo'lsa, nomerlar qoldiramiz o'zimiz haqimizda pastda. Bemalol bog'lanishlaring mumkin. Birorta savollar bo'lsa, savollaringga javob beramiz. Mana shu turizm yo'nalishiga oid, o'zimiz sohamizga oid qanaqangi savollar bo'lsa, biz hech qachon javob berishlikdan qochmaymiz. Inshaalloh sizlarning xizmatlaringizni qilamiz. Sizlarga ham rahmat Boburjon, Hojdada vaqtlaringni ayamay keldilaring. Shunchalik o'zlaringni xolisona fikrlaringni aytib, tajribalaringdan bo'lishganlaringga rahmat. Endi bu birinchi hammamizga ma'lum birinchi chiqishimiz bo'ldi. Meni ham bu bunaqangi suhbatda endi birinchi bo'lishimiz, ya'ni bu yakka tartibda o'zimiz o'zaro suhbat qilsak boshqacha bo'ladi. Lekin mana bu ko'pchilikni eshitishini, ko'pchilikning fikrini ertaga bu narsalar izohlarda, har xil holatlarda bo'lishlik odamni sal biroz tormozlantirar ekanda, to'xtattirar ekan, ya'ni
fikrini o'ylabroq gapirishlikka undar ekan, noto'g'ri gapirib qo'ymay, imkon boricha ziyoratchilarimiz, ya'ni umuman bizni kuzatib turgan tinglovchilarimiz ham biz haqimizda noto'g'ri fikrga bormasin, ya'ni fikrimizni to'g'ri bayon qilishlikka harakat qilar ekanmiz-da. O'shaning uchun endi imkon boricha xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Biz ham bu holatda endi birinchi inshaalloh tajribadan kelib chiqib yana bu narsalarni davom ettirishlikka harakat qilamiz. Sizlar bilan yaxshiliklarda bo'lishlikka imkon doirasida maqsadimiz bor-ku, eng yaxshisi, eng zo'ri, eng oliysi bo'lishlikka harakat qilamiz. Shu nimadan ortga chekinmagan holatda harakat qilamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz aziz muxlislarni, kuzatuvchilarni fikrlaringizni kutib qolamiz.